vafot etmaganimizga qadar davom etadi. Agarda siz baqani qaynab turgan suvga solsangiz, u o'z jonini saqlash maqsadida sakrab chiqib ketadi. Lekin siz uni iliq suvga solsangiz va suv haroratini asta-sekinlik bilan oshirib borsangiz, baqa holsizlanadi va suv qaynayotgan vaqtda ham sakrab chiqib keta olmaydi va halok bo'ladi. Endi biz buni o'zimizni hayotimizdagi misollar bilan solishtirsak, kimlardir o'zi xohlamagan ishda yillar davomida ishlashadi va kimlardir tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlari, qolaversa kompyuter o'yinlariga bog'lanib qolgan va bu narsalar biz baqa kabi vafot etmaganimizga qadar davom etadi. Xo'sh, endi o'zingizga bir savol berib ko'ring. Siz qaysi qozonda qaynayapsiz? Balki bu qozondan chiqish vaqti kelgandir. Bundan da foydali ma'lumotlar hali oldinda. Sahifamga obuna bo'lishni unutmang.